hammani qiynaydigan savol, barchani kimda terisida muammosi bor bo'lgan insonlarda shu savol uni umr bo'yi qiynaydi. Savol mavzuning nomi ham desak ham bo'ladi. Teri kasalliklari odatda nega, nima uchun qaytalanaveradi? Tez takrorlanadi. Teri kasalliklari bilan bog'liq muammolar bo'yicha vrach qabuliga keladi bemorlar. Ko'radi, tekshiradi, analiz tahlillar olinadi va tahlil javoblariga qarab bemorga muolajalarni yozib berishadi vrachlar, dermatologlar, allergologlar. 10 kun, 15 kun davomida muolajalarni qabul qilishadi. Aftidan teri kasalliklaridagi muammolardan qutulgan bo'ladi bemorlar, lekin dori-darmonlar tugashi bilan muolajalarni bemorlar to'xtatishi bilan yana terida toshmalarning toshishi kuzatiladi. Shu muammo hamma bemorlarda kuzatiladi. Nima uchun? Nega shu terida bu kasalliklar, teri kasalliklari tez qaytalanib turadi? Bunga yechimlar, sabablar juda ko'p. Nega bu terimiz ichki organlarda bo'layotgan, har qaysi organda bo'layotgan patologik o'zgarishlarning hisobiga shu terimiz aybdormi? Shu terimiz qiynalib shu toshmalarni yuzaga chiqarishga majburmi? Nega shunday holat bo'lyapti? Javob bitta. Javob endi ketma-ketlikda aytib boraman. Teri kasalliklari tez qaytalanib turishining sababi bu teri bitta umumiy organ hisoblanadi, ya'ni barcha insonning barcha yuzasini qoplab turadigan umumiy organ hisoblanadi. Bu terimiz ichkaridagi har bitta organlar bilan uzviy bog'liq bo'ladi. Tepadan kelamiz, bosh qismimizda. Agar bizlarda stresslar, qo'rquv, vahima, nevrologik kasalliklar, asabbuzarlik, psixoemotsional holatlarning salbiy tomonga o'zgarishi natijasida nevrologik qichima kasalliklari, neyrogenniy zud deydi, yoki neyrodermit kasalliklari rivojlanishi mumkin. Bunday holatlarda biz aynan teri kasalliklarida, ya'ni toshmalarning toshishi va qichishi bilan birga albatta nevrologik muammolarni bartaraf qilishimiz kerak. Tinchlantiruvchi, miyada shilqim g'oyalarni bartaraf qilish, anksiolitik preparatlardan foydalanish. Albatta nevropatolog ko'rigini ham bu rejaga qo'shib qo'yishimiz kerak bo'ladi. Keyin undan sal pastroqda, ya'ni qalqonsimon bez faoliyati. Agar qalqonsimon bez faoliyatida o'zgarishlar bo'lsa, insonlar orasida zob deyiladi. Bunda o'zgarishlar bo'lsa, albatta terida o'zining ta'sirini bermay iloji yo'q. Bu endokrinologik faoliyatning har bir insonda buzilishi terida toshmalarning toshishi bilan boshlanadi. Birinchi navbatda psoriaz kasalligi, esdan chiqarmaylik. Psoriaz kasalligi, vitiligo kasalliklari, ayniqsa bu autoimmun kasallikda, lekin qalqonsimon bez faoliyatidagi o'zgarishlar, qalqonsimon bezning tana vazniga qaraganda kattalashib ketishi yoki aksincha kichiklashib ketishi, gipoplaziya, giperplaziya deydi. Qalqonsimon bezda kistalarning, tugunlarning paydo bo'lishi va uning qon tahlilida gormonlardagi o'zgarishlar natijasida ana shunday kasalliklar yuzaga kelishi mumkin. Vitiligo, oq dog'lar yoki psoriaz yoki ekzema kasalliklari bor. Shunga o'xshash kasalliklar endokrinologik faoliyat bilan bog'liq bo'ladi. Yana bitta bemorni qiynaydigan narsa terisining qorayib ketishi. Tirsak bo'g'imlari, bo'yin sohalari, tanosil a'zolar, ichki son yuzalarida terining qorayishi va dag'allashishi aynan qalqonsimon bez faoliyati bilan bog'liq, qonda insulin miqdorining oshishi bilan bog'liq. Agar bu kasalliklarni, yuqorida aytib o'tgan kasalliklarni davolaymiz desak, albatta biz
endokrinologik muammolarni bartaraf etgan holatda davolasak, shunda uncha munchaga takrorlanmaydi kasalliklar. Keyin yana pastroqqa tushamiz. Oshqozon ichak trakt kasalliklari. Albatta, agar oshqozon shilliq qavatida yallig'lanish belgilari yoki ko'p holatlarda kuzatilyapti, oshqozonning pilorik qismidagi infeksiya, Helicobacter pylori ning miqdori, titri oshib ketishining hisobiga aynan o'spirin yoshdagi yigit va qizlarda yuzlardagi ugrilarning toshishi. Demak, bu ugrilarni davolash aynan yuzda suriladigan mazlar yoki kremlar bilan bartaraf etilmaydi. Gormonlarni hamda oshqozon shilliq qavatlari, oshqozon ichak trakt faoliyatini normallashtirilgan holatda bu kasallikdan ham qutulsak bo'ladi. Yoki ayniqsa endi eng asosiysi jigar faoliyati va o't qopidagi faoliyatlarda qandaydir patologik o'zgarishlar bo'ldimi, terining har qanday kasalliklari yuzaga chiqishi mumkin. Jigarning faoliyatini bizlarga ma'lum qanday vazifalarni bajarilishi. 7 ta eng muhim vazifalar bor. Birinchi vazifalardan biri, misol uchun aytib qo'yaman, detoksikatsiya, ya'ni jigar zararsizlantirish vazifasini bajaradi. Umumiy laboratoriya deb ham atasak bo'ladi. Hamma mahsulotlar baribir yegan, ichgan dorilarimiz, mahsulotlarimiz, oziq-ovqatlarimiz jigar orqali o'tib filtrdan. Albatta jigarga to'liq yuklama tushishining hisobiga ham jigarning ishlash jarayoni sekinlashadi. Yoki jigarda ferment faoliyatining oshib ketishi, ALT, AST. Bilirubin fraksiyalarining, ya'ni o't qopida dimlanish holatlarining kuzatilishi albatta terida toshmalarning toshishi bilan xarakterlanadi. Bitta qilib, umumiy qilib aytganda, agar teringizda bu kabi muammolarning kam qaytalanishini xohlasangiz, qichishga qarshi dorilar yoki tashqi tomondan suriladigan kremlar, malhamlar, mazlardan foydalanibgina qolmasdan organizmning umumiy fonini yaxshilashimiz kerak. Organizmning umumiy fonini yaxshilasak, shunda terimiz toza bo'lib boradi. Shunda teri kasalliklari uncha munchaga qaytalanmaydi va bemorda bunday muammolarning kam takrorlanishi albatta uning hayotiy tarziga, uning kayfiyatiga, uning boshqa yaxshi tomonlariga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Hurmatli obunachilar, mana yuqorida aytib o'tdik. Teri kasalliklari nega tez-tez qaytalanib turishi, u nimalarga bog'liq ekanligi, aynan bitta tabletka bilan yoki tashqi tomondan suriladigan krem yoki mazlar bilan emas, ichkaridan umumiy kompleks lecheniya, davolash muolajasini olish kerak. Ya'ni sabablarni aniqlab, nimaning hisobiga toshmalar toshyapti, nimaning hisobiga qichish jarayoni yuzaga kelyapti, nimaning hisobiga bu toshmalar yo'qolmayapti. Sabablarni aniqlab, umumiy kompleks lecheniya qilib davolasak, shunda bu kasalliklar uncha munchaga qaytalanmaydi. Va eng muhimi har qanday teri kasalliklarida albatta mani qabulimga kelgan bemorlarda eslataman va kerak bo'lsa beraman, parhez qoidalariga rioya qilgan holatda muolajalarni davom ettiriladi. Muolajalar tugagandan so'ng ham parhez qoidalariga rioya qilish kerak. Chunki 6 oygacha kerak bo'lsa, ba'zi bir kasalliklarda jiddiyroq kasalliklar bor, 6 oygacha parhezni qattiq ushlash kerak. Diyetaga qattiq amal qilish kerak. Ana o'shandan keyin terimiz toza bo'ladi va uncha munchaga bu kasalliklar takrorlanmasligi mumkin. Hurmatli obunachilar, ozroq bo'lsa ham ixchamgina qilib sizlarga tushuntirib berdim. Sizda ham shunday muammolar tez-tez qaytalanayotgan bo'lsa, kommentariyaga savollaringizni yo'llasangiz bo'ladi. Telegramga o'tib bemalol savollaringizni yozsangiz ham bo'ladi. Nomer ham qoldiraman. Bemalol qo'ng'iroq qilib o'z shikoyatlaringizni ayting. Albatta sizlarga yordam beraman. Sizlarga yordam bersam, sizlar ozroq bo'lsa ham shifo topsangiz men xursand bo'laman. E'tiboringiz uchun rahmat. Salomat bo'ling.